Bu eksklyuziv ko'rinishga juda ham ko'p superkarlar havas qilishadi. Sababi bu oddiygina G63 emas. Bu Brabus G800. Kapotimizda tegida 4 litrli 8 silindrli naqd 800 tot kuchiga ega dvigatel yotibdi. Mashinamizning tashqi interyeriga, kapot qismiga, oldi reshotkasiga, oldi divizoriga, orqa spoyleriga, oldi spoyleriga va orqa divizoriga karbon elementlari ishlatilgan. Birinchi yuzgacha bor yo'g'i 4 sekundda chiqa oladi. Eng yuqori tezligi esa 300. R24-dyumdagi Brabus Koni diskeli taqilgan. Undan tashqari mashinamizda zavodskoy parogola ham bor. Ha, aytgancha, menga obuna bo'lib qo'ysangiz, O'zbekistonda eksklyuziv bo'lgan mashinalarning obzorini birinchi bo'lib meni profilimda ko'rasiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, unaqa katta o'zgartirishlar kiritishmagan. Faqatgina o'rindiqlarimizda dunyoda bor yo'g'i 10 tadan bittaligini yozib qo'yishgan. Unaqada bu tochoni ovozini eshitib ko'ramiz. Niyat qilganlar bo'lsa ekranga 2 marta bosib qo'ying. Videoni kimga jo'natishni juda ham yaxshi bilasizlar.